Assalomu alaykum Parvoz aka-ukalar. Sog' salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ko'pchilik Ilyos bek reklama qilaverasiz, o'zingiz o'sha yemdan berasizmi deyshadi. Biz ham beramiz. Ochib yuborgan. Hozir Oltaradan Tolbek ham keldi. Mana shu yemni chiqarayotgan yem zavodni egasi shu yak. GM egasi deydi-ku. Ama yemni kirishdi mana ekan. Mana yem. Hop, jo'jalarniki qaysi? Jo'jalarniki ichkaridami? Bu kattalarniki, ha? Sizga o'zingizga podarka ham bor mana uzum. Ye. Bu yemga daxli yo'q buni. Ha, bu jo'jalarniki maydaroq ekan. Bu mana hop, aka-ukalar bitta narsa, bu burular yem emas. Tarkibi umuman boshqa narsa. Tarkibi boshqa narsa. Bu agar ko'pchilik burlari yemami, boshqami deb so'rayotganlar ham bor-da. Ha, shunaqa. Ishonmayapti turganlar ham bor endi. Ha, buni ishonmayotgan aka-ukalarimizni bu narsaga majburlash yo'q. Agina bo'lsa, sirazi fikr bildirishdan oldin bir kilo olib turib yedirib ko'rasizlar. Effektini, bir kun, 2-3 kungacha bo'lgan holatda agar don yangiligi uchun taysarlashi mumkin, lekin bitta yemga kirgandan keyin ishtahlarini ham ochaveradi. Chunki buni tarkibida askarbinkasi bor. Ishtaha ochish uchun hop, terilarni qizartiradi. Terini qotirishi, qizartirishi, topga olinayotgan narsalarga ayniqsa juda ham zo'r. Iligini to'ldirib boqov, jangdan oldingi boqovlari bo'ladi. O'sha boqovlariga bersa zo'r bo'ladi. Chidami ham yaxshi bo'lyapti. To'g'risida sinovdan o'tdi-yu. Ha, bu berishing ham. Endi buni tarkibidagi narsalar ancha ko'p narsa qo'shildi bunga. Ha, o'shani hisob. O'sha. Yagini proba qilib ko'rdingizmi? Endi chiqaramiz uni. O'shani 1 kilo chiqarib turib, bir shamollashi bor jo'jaga o'shani o'ziga o'sha yemdan berib proba qilib ko'ringchi. Shuni sinab ko'ring. Hozir xuddi shu don faqat yemni chiqarishdan oldin ozgina namlanadi. O'sha namlash o'rniga o'sha kasallik bo'yicha nafas yo'llari, xirallash, kasalliklari bo'yicha bo'ladigan o'shanga effekt beradigan dorilardan qo'shib chiqarib ko'rilyapti. Ko'ramiz endi effekti agar zo'r bo'ladigan bo'lsa, qorinni to'ydirishdan tashqari bo'lgan holatda o'zi litsenziya ham qilib ketaverasiz. Siz sov oldingizga qo'yib olasiz-da. Nima bo'lyapti siz? Haraldoq, mana pachkani berasiz. Belgini qo'yib. Nafas yo'liga mana uni berasiz. Chechakka nima to'g'risi? Mana yem dorida beradigan bo'lasiz-da. Shunaqa proba qilib ko'rish kerak, hech narsa yutkazilmaydi. 1 kilo yem agarcha bo'lmasa, effekt bermasa, prosta yem hisobida yeyaveradi. Proba bu. To'g'ri. Endi zo'r bo'lsa yaxshi-ku, musofirlarga ham zo'r bo'ladi. Ha, shunaqa. Ularga shundan berib qo'ysa, shu ish bitib ketaveradi, oson bo'ladi. Ha, musofirdagi misol ayollari bor, unaqa dori ukol qilishni bilmaydi, boshqa qilishmaydi. Mana shu dondan olib berishaveradi. Faqat effektini oldin ko'raylik, keyin narx-navosini keyin unga qarab turib chiqarilaveradi. Hop, iloji boricha dorini o'sha aytgan dorimni Gollandiyanikidan olasiz. Gollandiyaning effekti bor. Nargilarda kachisi pastroq. Shuna gaplar. Hozir necha kilo keldi bu yerga? 1 2 3 4 5 100 kilo. Yetganmiz. Zo'r, yo'q, qaytishda ham nimaga tashlab ketishimiz kerak? Ha, hozir mendan tashqari ham pochta bor, ha. Hop, jo'jani yemidan menga hozir 20 kilo keldimi? Necha kilo keldi? 19 kilo qoldim. Andijonga ham chiqarib yubordik-da nimadan? Qarang, yo'lda 1 kilo urib qolishdi. Ha, bular jo'janiki, ha? Ya bekda ochildi. Buni bu yerga salafanda turadi. Agar nima deydi? Zak tortib, ashaka narsa bo'lmaydi, suv shim qolmaydi. Keyin bu yemni bitta foydali tomoni, misol parrandalar kasal bo'lgan paytda oshqozoni yaxshi ishlamaydi, hazm qilmaydi. Yumshoqroq narsa berish kerak bo'ladi. Bu yem ketaveradi ularga. Chunki bularning tarkibida immunitetni ko'tarishi bor. Hazm bo'lishi juda ham oson bo'ladi. Misol to'yib yeganda jig'ildan to'la turadi, bitta suv ichganda siras tanaga hazm bo'ladi. Hazm bo'lish jarayonlari juda ham yuqori. Oshqozoni ishlamayotgan narsalarga dorisini berib turib, ochga turgandan ko'ra oldiga qo'yib qo'yaverasiz. Yesa ketaveradi u.
hazm bo'laveradi. Ularni yetkazishga ham zo'r effekt beradi. Tulovlari Juda tezlashtirib yuboradi. vitamini bor-da bunda. O'sha hisobiga Kuchli vitaminlar. baliq bor. yog'lari ancha effekti bo'lar ekan tulovga. Bir ikkita akalar aytishdi, shu biz ana shu narsani chiqaramizda bosh qotirayotgandik-ku, qanaqa chiqarishni bilmayotgandik. Sostavini tuz olmayotgandik deb. Biz chiqarib qo'ydik. Ha, bir yildan beri chiqaryapmiz. Orada bu yemni reklama qilmay qo'ydim, chunki yem chiqmay qoladi. Yemni to'xtatib, o'zlarining shaxsiy ishlarimdan og'rib qolishadi. O'shuning uchun endi hozir mana yem boshlandi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Katta kilo olganga narxini sal yengilroq qilinadi. Misol 500 kilo 1 tonna olinadiganlar bor-ku, mana magazinlarga optim. Ha, narxini sal kelishtiriladi. Prosta endi bu narsani qilishdan maqsadim foyda chiqarish. Hamma ham ro'zg'orim, bola-chaqam, oilam, rizqim deb yuribdi. Shuning uchun u akani ham Alloh bergan qanchadir rizqlari bor shunda. Ha, shunaqa. Shunaqa gaplar. Videoning davomini endi o'tirib olib gaplar ko'p. Bu hali yem to'g'risida to'liq aytmadim. Lekin endi uyda o'tirib olib, qolganini davom etkazamiz. Ko'chada ushlab turavermay. Buni ya hozir mashinada turaversin, yo tushirib olaymi oldin birinchi? Akalar, yana gaplashamiz.